Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirar ekanlar. Bu Umar ibn Xattob roziyallohu anhu rivoyat qilinadi bu hadis. Baynama nahnu julusun inda Rasulilloh sollallohu alayhi vasallam id tala alayna rajulun. Mana shunday deb boshlanadi katta hadis. Umar ibn Xattob aytadi, kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurida o'tirar ekanmiz, to'satdan bir kishi kirib keldi. Kiyimlari oppoq, soch soqoli qop-qora, ustida bironta bir safar alomati yo'q. Keldi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qarshisiga kelib o'tirib, tizzasini Rasulullohning tizzalariga tegizib o'tirdi. O'zini qo'lini o'zini soniga qo'ydi yoki tizzasiga qo'ydi. Shunda yaqin kelib o'tirdi. Sahobalar hayron. Musofirmikin desa, ustida safar alomatlari yo'q. Kiyimlari yangi, oppoq, soch soqoli qop-qora, hozir uydan yuvinib chiqqandek. Endi Madinalikmikin bu odam desa, hech kim tanimayapti. Keldi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bir qancha savollarni so'radi. Islom nima, iymon nima, ihson nima, qiyomatning alomatlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam islom nima deb u kishi so'raganida, islom bu shahodat kalimasini aytishliging, namoz o'qishing, roza tutishing, zakot berishing va qodir bo'lsang haj qilishing dedilar. Haligi so'ragan odam to'g'ri aytdingiz dedi. Sahobalar yana hayron bo'lishdi. Kim bu? O'zi so'rab turib, Rasululloh javob bersa yana tasdiqlab qo'yapti. Iymon nima? Rasululloh aytdilar, Allohga iymon keltirishing. Antumina billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhir val qadari khayrihi va sharrihi minalloh val ba'thi ba'dal maut. Ya'ni mana shu 7 ta narsa: Allohga iymon keltirish, farishtalarga, kitoblarga, taroziga, qiyomat kuniga iymonning 7 ta sharti. Haligi odam to'g'ri aytdingiz dedi. 3-savoli ihson nima deb so'radi. Ihson Rasululloh aytdilar, an ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihson Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilishing. Ya'ni inson Allohni ko'rganda uni qiladigan ibodati qanaqa bo'lardi? Butun vujudi bilan o'qir edi. Hayoli bo'linmas edi. Allohga ibodat qilishligi, Allohni ko'rib turganda ibodat qilishligi, birodarlar, siz bilan biz ko'rgan, o'rganib qolgan ibodatga bo'lmas edi. Jannatni ko'zga ko'rsatib qo'ydi. Do'zaxni ko'rsatib qo'ydi. Shu ko'rib turib namoz o'qishligingiz qanaqa bo'lar edi? Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Endi sen Allohni ko'ra olmasang ham Alloh seni ko'rib turibdi dedi. 4-savolni so'radi qiyomat haqida, so'ngra chiqib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Umar ibn Xattobga qarab, "Ya Umar, atadri man is-sa'il?" Ey Umar, savol so'rayotgan odamni kimligini bilasizmi? Alloh va rasuluhu a'lam deb javob berdi Umar ibn Xattob. Alloh va rasuli biluvchiroq. Bu Jibril edi. Kelib sizlarga sizlarning diningizni ta'lim berdi dedilar Rasululloh. Ya'ni Jabril alayhissalom notanish bir kishi inson suratida kelib, musulmonlar dinida bilishlari kerak bo'lgan eng muhim narsalarni o'rgatib chiqib ketdilar. Islom nima, iymon nima, ihson nima? Bu darsga kirishlikdan avval bu darsning qadrini, bu darsning qiymatini bilib olaylik. Islom nima ekanligini bizga birodarlar fiqh ilmi o'rgatadi. Namoz, roza, zakot, haj, rozani qanday tutish kerak, qaysi vaqtda og'iz yopish kerak, namozda necha rakat, qaysi amalni qilsangiz sajdaga sahv qilishingiz kerak. Fiqhiy ilm bizga ibodatlarimizni o'rgatadi. Islomni fiqh ilmi o'rgatadi. Iymonni nima o'rgatadi? Iymonni bizga o'rgatadigan ilm bu aqida deyiladi. Biz nimaga e'tiqod qilamiz? Nimani bor deb ishonamiz? Nimani yo'q deb ishonamiz?
bizga nimaga e'tiqod qilishimizni o'rgatadigan ilm, iymonni o'rgatadigan ilm aqida deyiladi. Endi nima qoldi? Hadisda 3 ta narsa aytilindi. Uchinchisi nima edi? Ihsonni nima qaysi ilm o'rgatadi? Ihsonning nima ekanligini o'rgatadigan ilm tasavvuf deyiladi. Tasavvuf ilmi insonning qalbini musaffo bo'lishligini o'rgatadigan ilm. Mana iymonni o'rgandik, alhamdulillah. Islomni o'rgandik, alhamdulillah. Nimaga bizni ko'zimizdan yosh oqmaydi namozlarimizda turganimizda? Hech o'ylab ko'rganmisizlar? Biz ham ana shu sahobalar o'qigan suralarni o'qiyapmiz. Biz ham ular o'qigan namoz o'sha rakatni o'qiyapmiz. Nimaga bizni ko'zimizdan yosh kelmayapti? O'ylab ko'rganmisizlar? Hajga borgan, umraga borgan birodarlar ichimizda o'tiribdi. Yurtingizda yurganda yig'lamasdingiz. Namozga turganda, boshqa, lekin Ka'bani birinchi marta ko'rganinglarda eslanglar-da. Yig'i kelganmi, yo'qmi? Boshqa dunyoga o'tib qolganmisizlar? Yoningizda kim turibdi ko'rmagansiz. Ho'ngiraga otib yig'layapsiz, birov eshitib qolsa hijolat bo'lmaydigan xayol ham qolmagan. Boshqa dunyoga kirib qolganmisizlar? Ana shu qalbning musaffoligini bir shingili bo'ladi. Xohlarmidingiz ana shu holat doim sizda bo'lishini? Qalb musaffo bo'lishini xohlarmidingiz? Xohlaysiz. Mana shu tasavvuf ilmi mana shu ihsonni nima ekanligini o'rgatadi. Javroil alayhissalomning hadisi bizga islomni 3 ga bo'lib berdi. Iymon, islom, ihson. Ihson dinimiz 3 dan biri birodarlar. Qaytarib aytaman. Javroil alayhissalomning hadisi, Umar ibn Xattob rivoyat qilgan hadis, dinimizni 3 ga bo'lib o'rgatib berdi. Islom, iymon, ihson. Biz mana shu 3-chisini, ihsonni gaplashmoqchimiz. Biz hali bu tasavvuf ilmida qalbning musaffoligi, nafsni poklashlik yo'lida qanchalar hali uzoqda, orqada qolib ketganligimizni tushunib yetdim. O'shuning uchun ko'zimizga yosh kelmayapti ekan. O'shuning uchun yetim yesirni ko'rganda qalbimiz yumshamayapti ekan. O'shuning uchun ibodatdan sahobalar topgan huzurni biz topa olmayapmiz ekan. Boshlaymiz Alloh taolodan ixlosini so'rab, Alloh fahmimizni ochsin. Allohumma yassir li amri washrah li sadri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Darsimiz mana shu murakkab dars. Diqqat qilib o'tiringlar. Bu sahobalarning hayotidagi hikoyalar emas, eslab qolish oson. Payg'ambarlarning qissalaridagi bir mo'jizalar emas, insonning qulog'iga yoqadigan, haligi inson yaxshi ko'radi-da hikoyani, unaqa emas. Bu sizning ichingizdagi nafsiz, ichingizdagi qalbingizni muolajasi. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ushbu hadisiga quloq tutamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man arafa nafsahu, arafa robbahu." Kim o'zini nafsini tanisa, Robbisini taniydi. Kim o'zini tanisa nafsini, keyin Robbisini taniydi. Savol: biz o'zimizni nafsimizni taniymizmi? Biz o'zimizni kimligimizni bilamizmi? Taniymizmi o'zimizni? Tushunmay qolaman o'zim ham ba'zida. Bir film tutib ketganda saxovatim qo'zib ketadi, bir baxilligim tutganda shu chiqqonga kepay oldirgim kelmay qoladi. O'zimizni taniymizmi? Rasululloh aytibdilar, kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Alloh azza va jalla siz bilan bizga idrok qilishlik quvvatini ato qildi. Va bu idrokiy quvvat faqat inson bolasiga berildi. Bizda idrok qilishlik quvvati bor. Shuning uchun inson mana shu quvvati bilan, idrokiy quvvati bilan dunyoga nimaga kelganligini bilmasa, bu borliqda turishligini, sirini anglamaydigan bo'lsa, nima maqsadda yaratilganini bilmaydigan bo'lsa, albatta ikki dunyoda ham zararga uchraydi. Astagfirullah. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ey Muhammad alayhisalom deydi Alloh taolo. Ayting, sizlarga qilgan ish amallaridan eng ko'p ziyon ko'rguvchi kimsalarning xabarini beraylikmi? Eng katta ziyonga kirgan odam kimligini aytaymi men deyapti Alloh taolo. Birodarlar, bu yerdagi ziyon degan so'z bu akhsarina a'mala, akhsar deyapti. Haddan ortiq ziyon, eng katta ziyon.
Ismi tafsil. Eng katta zarar. Inson dunyoda zarar ko'radi. Masalan, molini yo'qotib qo'yadi. Lekin uni tikkalab olishi mumkin. Inson sog'ligini yo'qotib qo'yadi. Zarar bu ham. Uni ham tikkalab olishi mumkin. Ammo u oxiratda o'zini dunyoda tutgan yo'lini xato ekanini ko'rganida, pushaymon bo'lganida, abadiy azobga, shaqovatga ega bo'lib qolganligini ko'rganida, mana shu odamning zarari, mana shu odamning topgan ziyoni eng katta ziyon deyiladi. Alloh taolo aytayapti, eng katta ziyon, eng katta zararga, ziyonga kim kirib qoladi? Inson dunyoga nimaga kelganligini bilmadi, dunyoga kelishidagi maqsadini tushunmadi, bu vujudda bor bo'lib turishligida hikmatini anglamadi. Demak, xohlaganida yashaydi bu odam. Endi Alloh taolo aytadi, astagfirullah, alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya va hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ey Muhammad alayhisalom, eng katta zararga kirgan insonning kimligini aytib beraymi? Alloh aytayapti eng katta zarar ko'rgan odam kimligini. Ular kofir bo'lganlari sababli qilgan sa'y va harakatlari hayotda dunyodayoq yo'q bo'lib ketgan u, ammo nodonliklari sababli o'zlarini chiroyli, yaxshi amal qilayotgan kishilar deb hisoblaydigan kimsalardir. Inson dunyoga keldi, nimaga kelganligini bilmadi. Yashayapti, nimaga yashayotganini bilmadi. Dunyodan chiqib ketyapti. Dunyoga nimaga kirganini, nimaga chiqqanini bilmayapti. Shuning uchun odamlar to'rt xil bo'ladi. Birinchi odam, u biladi, bilimli. Bilishini ham biladi. Bu olim. Bunga ergashinglar. Ikkinchi kishi, u biladi, lekin esdan chiqarib qo'ygan. Bu g'ofil. Unga eslatish kerak. Uchinchi odam, u bilmaydi. Ilmsiz. Lekin bilmasligini biladi. Ilmsiz, ilmsizligini biladi. Bu johil. Bunga o'rgatinglar. To'rtinchisi, bilmaydi. Ilmsiz. Bilmasligini ham bilmaydi. Bu odam shayton, bundan uzoq bo'linglar deydi. Mana shu to'rtinchi toifadagi odamlar eng katta zarar ko'radigan odamlar bo'ladi. Hech narsani bilmaydi, hech narsaga aqli yetmaydi, lekin hech narsani bilmasligini ham bilmaydi. Meni ishim to'g'ri, meni yo'lim haq, inson huquqlari, LGBT, ular ham odam, biz ham odam. Hech narsani bilmaydi hayot haqida, haqiqatdan uzoq, lekin bilmasligini ham bilmaydi. Dunyoga kelib eng katta zarar ko'rgan odam bu dunyoga nimaga kelganligini bilmagan odam. Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Biz o'zimizni tanishlik uchun mana shu darslarni eshityapmiz, birodarlar. Demak, idrok qilishlik quvvatini Alloh taolo faqat bu yer yuzida inson zotiga ato qildi. Agar biz Alloh subhanahu va taolo bu koinotga yaratib qo'ygan, bu yer yuziga yaratib qo'ygan eng ulug' narsa bashariy aql desak, insonning aqli desak, adashmagan bo'lamiz. Mana shu aqli bilan inson yuksaladi yoki tubanlikka yuz tutadi. Aqli bilan o'zini tanisa, o'zini tanigandan keyin Robbisini tanisa, inson yuksaladi. Endi inson mana shu aqli bilan o'zini tanimasa, Robbisini tanimasa, tubanlikka yuz tutadi. Yevropadagilar, g'arbdagilar ahmoq emas. Lekin o'zini tanimadi kimligini, Robbisini tanimadi kimligini, erkakka erkak, ayolga ayol yaqinlik qilyapti. Aytyapmiz-ku, shu aql bilan inson yo yuksaladi, yo aql bilan tubanlikka yuz tutadi. Inson nima? Inson idrok qiluvchi aql va yaxshi ko'ruvchi qalb. Idrok qiluvchi aql va yaxshi ko'ruvchi qalbdir. Shuning uchun aql bilan qalbning aloqasi juda qattiq bir-biriga. Aql bilan qalbning aloqasi qattiq. Hali muhabbat degan tema bor. Aql va qalbning aloqasi haqida payg'ambarimiz shunday deganlar. Arjahukum aqlan ashaddukum lillahi hubban. Aqli rojihroqlaringiz Allohga muhabbatlirog'ingizdir. Kimni aqli pishib yetilgan bo'lsa, Allohga muhabbati qattiq bo'ladi. Mana shu olinadigan xulosalardan bittasi. Allohga muhabbatingiz qanchalar
kuchli bo'lsa, qattiq bo'lsa, aqlingiz shuncha pishgan odam ekansiz. Lenin maktabda Pozil tog'a degan odamimiz bo'lardi. Nikolayni ko'rgan, Leninni ko'rgan, Stalinni ko'rgan, Xrushchevni ko'rgan, Brejnevni ko'rgan, Andropovni ko'rgan, Chernenkani ko'rgan, Gorbachevni ko'rgan, Yelsinni ko'rgan. Xullas, bitta sistema paydo bo'lib, yo'q bo'lib ketdi. 100 yil yashagan odam. Ya'ni aqli pishgan odam, 100 yil yashagan. Oq poshshoni ham ko'rgan, Yelsinni ham ko'rgan. Men mana bu aqli pishganinglar Allohga muhabbatli bo'ladi degan narsani tushuntirish uchun aytayapman. Bir birodarimiz uyida ehsonda o'tirgan edik. O'sha oqsoqolni to'rga o'tkazib qo'ygan. 100 ga yetib qolgan oqsoqol. O'tirib benzindan gapirdi, o'tirgan eslinglar. Narx-navodan gapirdi, asfaltdan gapirdi, siyosatdan gapirdi. Xullas, dunyoni mashmashalardan gapirdi. Haligi opadada indamay o'tiribdi. 15 minutlar joylashgandan keyin men ham bitta gapirsam maylimi dedi. Hamma jim bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir suhbatida mana degan ekan dedi. Odamlarni kompasini qiblaga to'g'rilab qo'ydi. Kerak emas moslar gapirayotgan gaplar. Allohning payg'ambarning so'zi bo'lmasa boshqa gap kerak emas deyapti. Aqli pishgan odam bu. Haligi eslilar birpasda yana estafeta tayoqchasini olishib, "Ha, to'g'ri aytdingiz, Pozil tog'a. Manaqa deb turib, yana 15 minutdan keyin yana g'arbga qarab qoldi kompasi. Yana ozgina o'tirib, yana boshqa gapini qaytardi. Yana bitta gapirsam maylimi? Xullas 3 marta suhbatda bo'ldi. Alloh va Rasuli tomonga burib qo'ydi mavzuni. Shunda men xulosa oldimki, hey, yosh bolalar, senlar gapirayotgan gap u kerak emas gaplar. Alloh va Rasulining gapi bo'lmasa gapirma degan narsani aytayapti. Mana aqli pishgan odam. Sovet tuzumi paydo bo'lishidan yo'q bo'lishigacha 70 yil o'tgan bo'lsa, shuni ko'rgan odam, aqli pishgan odam nima deyapti? Shuning uchun payg'ambarimiz aytibdilar, kiminglarda aqlilar pishganroq bo'lsa, Allohga muhabbati qattiq bo'ladi. Mana endi o'zidan so'rang birodar. Allohga muhabbatingiz qattiqmi? Eng katta muhabbat qalbingizda Allohga, payg'ambariga nisbatanmi yo dunyo matohigami? O'shunga qarab turib aqlingizni belgilab olavering. Insonning aqli rojih bo'lgani sari, insonning aqli pishib yetilgani sari Allohga bo'lgan muhabbati ziyodalashib boradi. Chunki payg'ambarimiz aytdilar: "Man arafa nafsahu, arafa robbahu." Kim o'zini nafsini tanisa, o'zini kimligini tanisa, o'zini nimaligini bilsa, Robbisini taniydi. Birodarlar, dunyo hayoti siz bilan bizni umrimizni sarf qiladi. Biz nimamiz? Inson nima? Inson bu soatlar, daqiqalar, soniyalar. Qo'limizdan qum tushib ketayotganda, qo'limiz bo'shab qolgandek, har bitta o'tayotgan shu qum donasi qo'lingizni bo'shatayotgandek, har bitta o'tayotgan kunimiz, soatimiz, daqiqamiz, soniyamiz bizni tugatyapti. Dunyo hayoti bizni sarf qo'ymasin. O'yin kulgusiga, zebi ziynatiga, talashib tortishlikka, odamlar o'rtasidagi husumatga, boshqa narsalarga. Chunki mana shu narsalar bilan ovora bo'lib inson turar ekan, to'satdan ajal keladi, hamma narsadan ajraladi, mahrum bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, hayot bizni sarf qilib olmasin. Johillikni qurboni bo'lib qolmasligimiz uchun Alloh taolo aytadi. Astagfirullah. Allohullazi xalaqa sab'a samawati va minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru baynahunna lita'lamu anna Alloha ala kulli shay'in qodir va anna Alloha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Alloh 7 osmonni va yerdan ham o'shalarning mislini yaratgan zotdir. Allohning amri farmoni ularning o'rtasiga nozil bo'lib tarqalib turur, osmon bilan yer o'rtasida. Toki sizlar Allohning barcha narsaga qodir ekanligini va Alloh barcha narsani o'z bilimi bilan ihota qilib olganini bilishlaringiz uchun u zot sizlarga yuqorida zikrilgan narsalar haqida xabar berur. Inson dunyoga kelishligidagi maqsad ibodat. Insonni bu borliqda turishining illati sababi Allohga qulchilik qilishlik.
Agar yer yuzida siz bilan bizni borib turishimizning asosiy sababi bilim desak ham xato bo'lmaydi. Qaysi bilim? Allohni bizga tanitadigan bilim. Eng asosiy ilm, eng katta bilim mana shu. Bir inson 3 ta universitetni tugatgan bo'lishi mumkin. 5 ta doktorskiy bir stepeni bo'lishi mumkin. Agar uni bu olgan Nobelskiy premiyasi bo'lgan bo'lishi mumkin uni. O'zini sohasi mislsiz bir professor bo'lishi mumkin, akademik bo'lishi mumkin. Ammo uni mana shu ilmi Allohni tanishlikka olib bormagan bo'lsa, bu odam johil deyiladi. Chunki Alloh taolo aytadi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men deyapti Alloh taolo jinni va insni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Ibodat nima? Ibodat Allohga bo'lgan muhabbatning cho'qqisi. Allohga bo'lgan suyanishni cho'qqisi. Allohga bo'lgan bo'yinsunishni cho'qqisi. Allohga taslim bo'lishlikni cho'qqisi. Ibodat nima desa, biz bo'yinsunish deymiz. Yo'q, bo'yinsunishning o'zi ibodat emas. Agar bo'yinsunishingiz muhabbat bilan bo'lsa, ibodat deyiladi. Agar bo'yinsunishingiz muhabbatsiz bo'lsa, toat bo'ladi. Armiyaga borganlar, serjant nima degan? Ravniyas degan. Smirna degan. Shagon marsh degan. Xo'p, bo'yinsunyapsiz. Muhabbat bilan bo'yinsunyapsizmi? Demak, bo'yinsunish muhabbatsiz bo'lsa, ibodat deyilmas ekan. Mana namozga chiqyapsizlar, bo'yinsunyapsizlar. Savol: muhabbat bilan kelyapsizlarmi? Domla masalan 10 ta o'qib kelasan dedi, kitob 10 marta o'qib kelasan dedi. Xo'p, student o'qiyapti. Muhabbat bilan qilyaptimi yo so'kish eshitmaslik uchun qilyaptimi? O'shuning uchun sunnatni o'qimasdan chiqib ketayotgan ukalar shu savolni beringlar o'zingizlarga. Agar sizlar bu ibodatni muhabbat bilan qilayotgan bo'lganlarda sunnatni o'qimasdan chiqib ketmasdinglar. Tasbih tahlil etayotganda odamlarni oxlab yelkasidan chiqib ketmasdinglar. Inson Allohga yuzlanadi, unga ibodat qiladi, Allohni yaxshi ko'radi. Agar Allohni tanisa, unga taslim bo'ladi. Allohga yuzlansa, Robbisiga yaqin bo'ladi. Robbisiga yaqin bo'lgandan keyin qalbida saodatni, shuurni topadi. Inson o'zini tanisin, Robbisini tanisin, Robbisiga yuzlansin va shu bilan saodat topsin. Maqsad shu. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jinlarni ham, insonlarni ham menga ibodat qilsin deb yaratdim deydi. Demak, sen inson bolasi hayotingdagi eng muhim vazifang nima ekan? Allohga ibodat qilishing. Jasadlarimiz ibodat qilyapti, birodarlar. Ko'zimiz haromdan tiyilyapti, qonimizga harom kirmayapti, aroq ichmayapmiz, tarozni urmayapmiz. Jasadlar ibodat qilyapti. Jasadni ibodatga o'rgatdik, oson bo'lib qoldi. Endi birodarlar, qalbni ibodat turibdi. Islomdamiz, ibodat qilyapmiz. Iymondamiz, qalbimizda Alloh bor, shirki yo'q. Endi ihsonga keldi navbat, birodarlar. Bugun nimani xulosa oldik? Kim o'zini tanisa, Robbisini taniydi. Aqli eng pishgan odam Allohni tanigan odam. Bu dunyoga kelishlikdagi maqsadimiz Allohni tanish. Allohni tanish o'zimizni tanish orqali bo'ladi. Inson o'zini tanisa, Robbisini taniydi. Robbisini tanisa, unga yuzlanadi. Robbisiga yuzlansa, saodat topadi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.